hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Bunaqasi ketmaydi. Ish topmasam bo'lmaydi. Lekin nima ish? G'ururimni oyoq osti qilishlariga chidolmay ishimdan ketdim. Ammo meni deb oilam qiynalmasligi kerak. Mayli. Bir yo'l albatta topiladi. Erkak kishiman. Sarosimaga tushmasligim kerak. Yo'q. Hech qachon o'zimni yo'qotib qo'ymayman. Doim bir yo'li topilgan, bu safar ham topiladi. Dadasi? Erta bo'laversin-chi. Dadasi? Rustam aka? Ha. Nima gap, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Sizga nima bo'ldi? Juda parishonsiz. Yaxshiman onasi. Biroz hayo surib qopman. Kirganingni sezmabman ham. Yo'q, dadasi. Siz meni aldolmaysiz. Sizga nimadir bo'lgani aniq. Turmush qurganimizga necha yil bo'ldiki, sizni besh barmog'imdek bilaman. Ayting, yuragimni siqmasdan. Xavotir olyapman sizdan. Bir qarasa u yoqqa yurasiz, bir qarasa bu yoqqa yurasiz. Hali tashqarida yurib kelasizmi bemahallarda? Nima gap o'zi? Aytyapman-ku, yaxshiman. Juda oshirib yubormagan onasi, iltimos. Hech qanaqa gap yo'q. Biroz toliqibman shekilli. Dam olsam o'tib ketadi. Men biroz dam olaman. Choy tayyorlab qo'ydim, ichib ketishingiz uchun. Ishxonada biror nima yerman. Bugun vaqtliroq borishim kerak. Layla, akamni ishdan bo'shaganlariga ham bir hafta bo'ldi. Menimcha puldan ancha qiynalib qolishgan. Ishga kirgunlarigacha pul berib tursak-chi, ha? Ishdan bo'shagan odam ertalabdan kechgacha yotmasdan turib ish izlash kerak. Olma pish, og'zimga to'sh deb yotish kerak emas. Ana qani chiqib ishlasinlar. Kerak bo'lsa mardikorlik qilsinlar. Ey! Gapingni o'ylab gapir. Har holda akam bo'ladi-ya. Nima, noto'g'ri gapiryapmanmi? Erkak kishi bo'lsa ishlasin-da. O'zimizda qancha kamchiliklarimiz bor axir. Tavba, bunaqada yuraveramizmi odamlarning mashinasiga havas qilib? Bisotingizda bittagina mashinangiz bor. Uni ham puli to'lanmagan. Ha, biz ham zo'r mashinalar olsak bo'ladi-yu, to'g'rimi? Hammani o'ylamasdan pulga sal pishroq bo'ling. Bo'ldi, boshlama iltimos. Gapirganimga pushaymon qilasan, ha? Akam shu paytgacha o'qituvchilikdan boshqa ish qilmaganlar, tushunasanmi shuni? To ish topgunlargacha yordam berib turaylik deyapman, xolos. Akam ustachilik qila olmasa, boshqa ishni ham qilmagan bo'lsa, darrov qanday qilib ish topadilar? Shuni o'ylasang-chi? Menga umuman farqi yo'q. Xullas, pul bermaysiz. Biz ikki kishimiz axir. Akamning qizlari bor. Tushunmadim. Hozir bu gapingiz bilan
farzandsizligimni yuzimga soldingiz, a? Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Qanaqa odamsan, ha? Gapimni o'zingcha noto'g'ri tushunaverasan. Men shunchaki akamni qizlari maktabda o'qiydi. Har kuni maktabga qatnoviga pul kerak, yo'l kirasiga pul kerak, tushligiga pul kerak deyapman. Gapimni oxirigacha eshitmasdan bir nimalarni gapirasan. Boring keting. Sizdan xafa bo'ldim. Siz farzandsizligimni yuzimga soldingiz. Bu gapingiz bilan sen tug'olmaysan demoqchisiz. Laylo, nimalar deb valdirayapsan? Ozgina o'ylab ko'rsang bo'ladi-ku axir. Farzandsizlik faqat seni darding emas. Bu meni ham dardim. Meni umuman xayolimda yo'q edi bunaqa tushunishing. O'zingcha hamma narsadan xafa bo'laverasan. Laylo, senga gapiryapman. Men ketdim ishga. Ha, Davron, ishgami? Ha, ishga. O'zingizchi aka, ish topdingizmi? Yo'q. Bir ikkita ish ko'rgandim. Lekin ma'qul bo'lmayapti. Menga ma'qul bo'lsa, ularga ma'qul bo'lsa, menga ma'qul bo'lmayapti. Ha. Topilib qolar aka. Men ham siz uchun ish izlab ko'raman. Ha, Davron. Davron, shoshma bir daqiqa. Shu desang, senga bir gapim bor edi. Nima gap aka? Tinchlikmi? Shu desam-ki, kecha sendan so'ramoqchi edim. Ishdan kech kelgan ekansan. Keyin aytishga noqulay bo'ldi. Haligi menga biroz qarz berib tursang. To ish topguncha, shu desang, mayda-chuyda xarajatlar bor. Keyin jiyaningni o'qishga borib kelishi, bilasan-u, o'zing ham. Yo'l kirasiga pul kerak. Iloji bo'lsa, shunga, ha? Ish topishim bilan qaytaraman. Aka, bilasizmi? Kecha oilaga kelgandim. Keliningizni ota-onasining tug'ilgan kuniga ancha xarajat bo'ldi. Mashina ham kecha ustidan chiqdi. Hozircha puldan ozgina qiynalib turgandim. Mayli ukam. Hijolat bo'lma. Bir yo'lini toparman. Aka, faqat xafa bo'lmang. Agar zarur bo'lsa, ilojini qilib qarz olib bo'lsa ham topib beraman. Ha, yo'q. Mayli, bo'lmasa men ham ish izlab ko'ray, bir gap bo'lar. Men ketishim kerak. Mayli.
Akamga bekor qildim-da shunday deb. Ulardan dilini og'ritib qo'yganim aniq. Xotinni gapiga kirgan men ahmoqman. Xudo jazoingni bersin. Endi nima qilsam ekan-a? Qo'limdan o'qituvchilikdan boshqa ish kelmasa, butun umr shunday ish izlab yuramanmi? Tavsiyanomasiz hech bir maktabga ishga olmaydi. Shuncha joyga bordim. Bittasi ham o'xshamadi-ya. Ustachilik qilay desam, qo'limdan kelmasa, ijaraga mashina olib taksi qilsam ekan. Nima qilay endi? O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, Xudoyim. Oyi, Oshxonadan ham kelaver. hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Ha, Kel o'tir. yaxshi. Oyijon, Xo'p. kecha so'ragan pulimni berasizmi? Hozirda din ishlari yaxshi emas-ku. Keyingi haftaga beraman, xo'p? O'sha kitoblaringni keyin olaverasan, xo'p? Unda oyijon, kinamdan so'rab turaman. O'sha kitoblarni olsam, ingliz tilidan yaxshi tayyorlanardim. Yo'q, bo'lmaydi qizim. Umuman kelinoyingdan so'ramagin, xo'p? Umuman bu gapingni qaytib eshitmay. Dadingni o'zlari ish topsalar, o'zlari beradilar, xo'pmi? O'zim ham biror ish topsammikin? Allaqachon shunday qilishim kerak edi. Bolalar ham qiynalib ketishdi-da. Assalomu alaykum, Kenayi. Va alaykum assalom. Kenayi, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'p, so'ra, nima? Haligi menga 200 ming so'm berib tura olasizmi? Nima? Ingliz tilidan darsligim uchun kitob olmoqchi edim. Nima, men seni kafilligingni olganmanmi? Ota-onang o'lmagan bo'lsa, yetim bo'lmasang, nimaga senga pul berishim kerak o'zi? O'ylab gapiryapsanmi, yo'qmi? Nima balo jinnimisan? Eshityapsanmi, nima gechimsan, gapir. Tavba qildim. Uyingdagida shunaqa burgatyapmi yoki? Kenayi, iltimos urishmang. Voy, nimaga baqir-chaqir qilyapsiz? Ha?
Hilola, nimaga yig'layapsan qizim? Hilola, bo'ldi qizim, o'zingni bos. Nega qizimni xafa qilyapsiz? Nima dedingiz unga? Gapiring. Nimaga mendan qarz so'raydi bir qarich holiga? Nima men bankmanmi unga yoki boshqa narsami? Otasi ham pul so'raydi, xuddi o'rgatib qo'ygandek qizi ham pul so'raydi. Ko'chib ketib qutulaman sizlardan yoki yo'qmi? Jonimga tegdinglar hammanglar. Hilola, qizim. Laylo. Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Kenezdan borib so'rang. Men bilan urush qildi. Sochimni yurib tashadi. Mana ahvolimni qarang, nima ahvolga soldi? Yo'q, Kenayimdan bunaqa ish chiqmaydi, qo'ysang-chi. Aldamayapsanmi? Siz menga ishonasizmi o'zi? Yoki o'sha kenezgami? Menga qara Laylo. Agar ularga achchiq qilib, jahl qilib, tuhmat qilayotgan bo'lsang, mendan xafa bo'lma, tushundingmi? Bizni oramizni buzishga harakat qilmagan. Bu gapni seni yaxshi bilganim uchun aytayapman Laylo. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Baqirmang menga. Doim ularni yonini olasiz. Men esa tuhmatchiman, ha? Seni fe'lingni bilganim uchun aytdim bu gaplarni. Bekordan aytdingiz. Haddingni oshma Laylo. Xo'sh, nima qilardingiz? Davron, Jirliklaring jonimga tegib ketdi. Davron. Ana, Mehribon akajoningiz ham keldi. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Shoshma. Kelin tinchlikmi? Tinchlik emas. Xotiningizni nima qilganini mana ko'ring ahvolimni. Sochlarimni yurib tashadi. Qizingizga qarz bermaganimga jahl qilib aytmagan gapi qolmadi. Kamiga yuzimga tarsaki tushirdi. Hali mendan ko'radi, buni javobini beradi. O'chir ovozingni. Nima? Bor ichkariga kir. Kirmayman. Aka, ayolim uchun men uzr so'rayman. Iltimos, xafa bo'lmang. Nimaga uzr so'raysiz? Jim o'tir. Davron, hammasi Nima bo'lganiga o'zim ham tushuna olmayapman. Aka, kenayimni bunaqa qilishlariga men shaxsan ishonmayman. men ham hayronman, ukam. Kelinoying uyda yo'q ekan. Kelsin, bu to'g'risida kelinoying bilan albatta gaplashaman. Uzr aka, xafa bo'lmang. Mayli. Faqat iltimos, ushmanglar. Uzr kelin. Nimaga siz? Bo'ldi. O'chir ovozingni. Bir og'iz ham gapirma. Menga qara. Agar akam bilan oramizni buzadigan bo'lsang, sendagi xotinni 10 tasidan voz kechaman, bilib qo'y shuni. Bu gapni shunchaki gapirmayapman. Akamni ham, kenayimni ham yaxshi bilaman. Ayniqsa seni yaxshi bilaman. Bilaman. Nima uchun bunaqa qilayotganingni ham bilaman. Xo'p, nimaga ekan? Mana shu uydan akamni chiqib ketishlarini istayapsan. To'g'rimi? Ich-ichingdan istayapsan. Oilamizni ahmoqliging bilan buzmagan. Menga makring o'tmaydi. Mana shu xonadondan chiqishdan avval yaxshilab nima qilayotganingni o'ylab ko'rgin. Undan keyin akam bilan kenayimdan ham uzr so'raysan. Tushundingmi? Hech qachon uzr so'ramayman. Eshityapsizmi? Hech qachon uzr so'ramayman. Qarab turing, shularni uydan qurtmasammi? Baribir.
Hali shunaqami? Quritaman baribir. Yaxshiyam ko'chada ekansan. Bo'lmasa bu Usuniyning tuhmatini eshitib, yuraging xuruj berib qolardi. To'g'risi. Tag'in ham Xudo bir asradi onasi. Voy voy, er xotin shunaqa urushdi. Dadasi, nima deyishga ham hayronman. Shunaqa ham tuhmat qiladimi odam degan? Men axir qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q. Bechora qizingiz kelinoyim deb o'ziga yaqin olib qarz so'rabdi. So'rama desam ham so'raganda u. Hilolaga qattiq gapirganini eshitib qoldim. Keyin yugurib borib jahl qilmang qizimga degandim xolos. Voy, og'zidan chiqmagan gap qolmadi. Tag'in tuhmat ham qilibdi-ya. Mayli. Qo'yaver. Uni nima uchun bunday qilayotganini sen ham, men ham yaxshi bilib turibmiz u onasi. Qani edi ishlaringiz yaxshi bo'lib, ijaraga bo'lsa ham chiqib ketsak. O'zimning xayolimdan ham bu narsa o'tdi. Shu kelinni fe'lini deb ukam bilan oramiz sovmasa deb qo'rqaman. Qani endi ishlarim yaxshi bo'lganda alohida uy olib chiqib ketgan bo'lardim. Lekin ko'rib turibsan. Bugun ham bir nechta joyni eshigini qoqdim. Ishlardan hech biri mos keladigan chiqmadi. Agar xo'p desangiz, akamdan ozgina qarz so'rab turardik. Yo, kerak emas. Qo'ysinchi, odam uyaladi. Unday qilma. Yoki men ham biror joydan ish izlab ko'raymi? Ha, ishlasam, harna sizga yordam bo'lardi. Yo'q. Buni unut. Ishlashing shart emas. Men borman-ku. Men bir amallab ish toparman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan. Xo'p, siz nima desangiz shu. Ilohim, ko'pni qatorida sizni ham omadingizni bersin. Aytganing kelsin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, dadasi. Sizga ishonaman. Rahmat onasi. Rahmat. Davron. Kerak emas. Bu muammolaringni hal qilmaydi. To'g'ri aytasiz aka. Ota-onamiz bu ahvolimizni ko'rishganda rosa xafa bo'lishardi. Aka, xotinim uchun sizdan uzr so'rayman. Aka, mana buni oling. Kerak emas. Kerak emas. Oling. Ichida oz bo'lsa ham puli bor. Raqami tug'ilgan yilim. Oling. Kerak emas. Qo'y, kerak emas. Oling aka, unaqa demang. Xo'p degani. Oling dedim aka. Kerak emas. Xo'p degani. Aka, oling. Faqat oramizda qolsin. Xo'p. Kerakligicha ishlatavering. Rahmat. Boringga shukr, ukam. Rahmat. Aka, menga juda ham ko'p yaxshiligingiz o'tgan. Oramizga xotin zoti aralashib, aka-ukachiligimizni buza olmaydi. Shunday, ukam.
Ancha o'zingga kelib oldingmi deyman, boshqachasan. Asablaring ham tinchlanganga o'xshaydi. Kesatmay qo'ya qoling. Rostda. Bir yonasan, bir o'chasan. Ha, aytgancha. Akamning do'sti chet elda qurilishda ishlaydi. Agar xo'p desangiz, o'sha yerga akajonni jo'natsangchi. 1-2 yil ishlasalar, pul topib uy olishlari mumkin, bemalol oladilar. Nimalar deyapsan? Atayilib ertalabdan kelib asabimga tegyapsanmi? Akam hech qayerga bormaydilar. Nima, men akamni ishlatib qo'yar ekanmanmi? Hech qachon bunga jim qarab turmayman. Nima deb o'ylayapsan sen? Unda sizni pulingizni yeb yotaverishadimi? Kecha ko'rdim, hovlida akangizga plastik kartoz berayotganingizni. Akamga o'zim ish topaman, tushundingmi? Ish topilmasa, mana men borman. Ukasi bor. Hali urganim yo'q. Men pul beraman akamga. Shu bugun bir ilojini qilib topmasam, bu ketishda ukamning oilasi buzilib ketadiganga o'xshaydi. Nimadir qilishim kerak. Nimadir. Akamni shu paytgacha menga qancha mehnatlari, yordamlari singan. Ota o'rnida ota bo'lib, to'yimizni o'tkazib berdilar. Esingdan chiqib qoldimi? Sen bo'lsa qayerdagi arzimagan pulni deb akamni mendan sovutyapsanmi? Hech qachon sovuta olmaysan. Vijdoningni qanaqa qilib ko'tarib yuribsan, ha? Akam hech qayerga ketmaydilar. Sen menga aql o'rgatgandan ko'ra, mana bu pulni oldi. Kenamga olib chiqib ber. Men bersam olmaydilar. Mana shuni bahona qilib tezda yarashib olgin. Tushundingmi? Urushish bilan, janjal bilan uyini barakasini ketkazmagin. Baraka topkur. Ol. Mana pul. Erim Noshud akasining oilasiga rahmi kelib, berib yubordilar. Oling, ishlating. Ishlating? Kerak emas bunaqa minnatli pulingiz. Olib keting. O'rgildimi sizdagi g'ururlikdan? Ol degandan keyin oladi-da odamzod. Hozir qaytib bersam pulni, erim sizlarni deb menga jahl qiladi. Janjal qiladi, bilasizmi shuni? Ha, aytgancha. Yana boshqa pul so'ramanglar, xo'pmi? Ana u yeringizga ham yaxshilab tushuntirib qo'ying. Oyijon, xafa bo'lmang. Xudoga shukr. Endi hamma ishlarim yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, mana ish ham topdim.
nimaga qo'ng'iroq qiladi menga? Alo, Kelin, shoshilmang. Meni yaxshilab eshiting. Haligi ukam. tushunmadim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Daron akamga nima bo'ldi? Biroz avval ukamni telefonidan notanish bir yigit qo'ng'iroq qildi. Ukam ko'chada, mashinasida yurak xurujiga chalinibdi. Nima? Hozir shifoxonaga ketyapman. Qaysi shifoxonaga? Sizga shuni aytib qo'yay deyotgandim. Qaysi shifoxonaga aytsangiz-chi? Haligi kardioxirurgiya shifoxonasida ekan. Hozir men o'sha yerga Hozir men ham yetib boraman. Kelin. Tinchlikmikan? Nima bo'ldi ekan? Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Buncha shoshib yugurmasa. Oyi, dadam telefon qilyaptilar. Qani berchi? Alo, assalomu alaykum dadasi. Eshitaman? Alaykum assalom. Onasi meni eshitdi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hammasi ortda qoldi. Nima bo'ldi? Nima gap? Nima ortda qoladi? Menga qara. Ukam ko'chada tobi qochib shifoxonaga tushib qoldi. Hozir hammasi joyida. Yaxshiyam yurak xuruji emas ekan. Xullas, hammasi joyiga tushdi. Shunga ekanda keliningiz shoshib yugurib chiqib ketdilar. Qo'ng'iroq qilganimning sababi ham shu edi. Kelin uyda bo'lsa, hammasi joyida deb aytib qo'y. Shifoxonaga xavotirlanmay kelaversin demoqchi edim. Telefonini hayajondan ko'tarmadi shekilli. Ha, shoshib yugurib chiqib ketdilar. Nima bo'ldi deb so'rolmadim ham. Mayli, yana gaplashamiz. Sen yengil ovqat tayyorlab qo'y. Ukamga olib ketaman keyin. Xo'p bo'ladi dadasi. Ha, yana bir gap. Ha? Senga yangiligim bor. Shu desang, ish topdim. Oyligi ham juda yaxshi ekan. Voy, zo'r-ku dadasi. Xursand bo'ldim dadasi. Ha, mayli, men ukamga qaray. Xo'p dadasi, xo'p yaxshi. Ukangizga qarayvering. Qanday yaxshi. Dadang ish topibdilar. Oyijon, nimaga xursandsiz? Mana buni yangilik desa bo'ladi, qizim. Ish topibdilar. Ish topganlari ham zo'r bo'ldi. Ovqat qilishim kerak. Yur, qarashib yuborasan. Endi dadam menga hamma narsa olib beradilar. Taksi ham kela qolmadi. Voy xudo. Ishqilib hech narsa bo'lmasin-da. Menada bo'ldi hammasi. Yuragini siqib hech yaxshi gapirmadi. Endi yuraklari xuruj qildi. Hammasiga men aybdorman. Men. Bunaqada yurib chiqqunimcha hali qancha yurishim kerak? Shu paytgacha ham taksi kelsa bo'lardi-yu axir. Tezroq borishim kerak. Xudoyim. Davron, uyg'ondingmi ukam? Menga nima bo'ldi? Ukam, yotaver. Yot, qimirlama. Shifoxonadasan. Xayriyat, hammasi ortda qoldi. Ukam, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'chada, mashinada hushingni yo'qotibsan. Xayriyatki, yurak xuruji emas ekan. Bir yigit senga yordam berib, bu yerga olib kelibdi. Baraka topsin. Ochig'ini aytsam, yurak xuruji deganida juda qo'rqib ketdim. Yaxshi ham adashibdi. Ha, esladim. Mashinada birdaniga boshim aylanib, nafasim siqishni boshladi. Yuragim g'alati bo'lib urishni boshladi. Keyin uyog'i nima bo'lganini bilmayman. Men kelinga aytgandim. U ham hozir kelib qoladi.
Shifokor senda kuchli stress borligini aytdi. Davron, nimaga buncha o'ylanyapsan? Tinchlikmi ukam? To'g'risini aytsam, necha yildan beri farzandsizmiz. Mana shu meni doim o'ylantiradi. Balki shu o'ylovlardan shu ahvolga tushgandirman. Hech qachon farzand ko'ra olmasak, nima qilaman aka? Unaqa dema. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib etsa, ko'p farzandlaring bo'ladi. Davron aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. O'tiring. Davron aka, yaxshimisiz? Men yaxshiman. Xavotir olma, hammasi joyida. Mana akam yonimdalar. Akam bo'lgan joyda hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat akajon. Ukangizni shunaqa paytda yolg'iz qoldirmadingiz. Lekin men sizlarni orangizni buzib qo'yishimga sal qoldi. Unaqa demang kelin. Hech kimdan xafa emas. Ha, endi oilada bo'lib turadi. Ha, sizlarga yangiligim bor. Ish topdim. Maoshi ham yaxshi. Iye, Voy, Xudo xohlasa, bu yog'iga yaxshi bo'ladi. siz uchun xursandman. Ilohim, hamisha omadingizni bersin. Rahmat. Davron, men shifokor bilan gaplashgandim. Bir hafta shu yerda qolib, davolanishing kerak. Ishlarim-chi? Ishlarim qolib ketadi-ku. Mashinani to'lovlari bor. Ishga chiqmasam bo'lmaydi. Bir hafta o'tadi ketadi ukam. Davolanganing ma'qul. Men bu yog'iga ishlayman. Mashinani to'lovini Xudo xohlasa bir amallaymiz. O'zim yordam beraman. Eshityapsanmi? Laylo, eshitding-a? Akam menga yordam bermoqchilar. Shu bugun ish topgan bo'lsalar ham menga yordam beraman deyaptilar. Ko'rdingmi? yoshlik qilman. Bundan buyog'iga bunaqa bo'lmaydi. Kechiring. Kalta o'ylab gapirganim uchun kechiring. Xudo xohlasa siz yaxshi bo'lib keting. Katta oila bo'lib yashaymiz, akajon. Albatta. Shunaqa paytda aka-uka yaqinlarning o'rni rosa bilinar ekan. Kalta o'ylab gapirganim uchun kechiring. Kelin, kechirim so'ramang. Shaxsan men xafa emasman. Ukam bilan ilohim qo'sha qarib, ko'p farzandli bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Uyga borganda opajondan ham, Hiloladan ham uzr so'rayman. Ularni ham xafa qilib qo'ydim. Bugungi holatdan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Hozir mana hammasi yaxshiligidan shukr qilyapman. Bundan keyin uydagi barakani o'chirib, urush janjal qilmayman. Ahillikda yashaylik. Endi oilada bunaqa narsalar bo'lib turadi. Buni o'ylamang. Ha, Men hozir shifokor bilan gaplashib kelay bo'lmasa. Sizlar gaplashib o'tirib turinglar, xo'p? Hozir qaytaman. xo'p aka. Xo'p. Davron aka, rosti bu yoqqa ishonasizmi, yurumchi xayolimdan nimalar o'tmadi. Sizga birga bo'lsa men nima qilardim? Yaxshiyam Xudo asrabdi. Laylo, menga nima qilardi? Mana yaxshiman-ku. Ilohim, yaxshi bo'ling.